Tayyorlaganingizda bittada o'xshab chiqadigan haqiqiy retsept asosida qo'rma lag'mon tayyorlaymiz. Birinchi ishni za'atay semchka yog'larimizni tovamizga solib, ingichka pare to'g'ralgan lahm go'shtimizni solamizda qovuramiz. Ustidan chesnok, seldir shoxlari, tuz tabga ko'ra va ozgina suv solib, go'shtimizni dimlab qo'yamiz. Bu orada bitta piyozni xuddi shunaqa chiroyli qilib to'g'raymiz. Ketidan svetofor, bolgarskiyda qizil, yashil, sariq tabga ko'ra solasizlar. Go'shtimiz pishgandan so'ng bir qoshiqda tomatni solib qovurishda davom etamiz. Boyagi piyozimizni solib qovuramiz. Ustidan pomidor, uni ham solib qovurdim va tabga ko'ra ziravorlar, men ozgina basay bilan turib ham qo'shdim. Yana tabga ko'ra tuz va svetofor bolgarskiylarni yaxshilab aralashtirib, nomiga o'ldirib olamiz va soya qo'shamiz. Seldir barglarini ham solib, bitta yaxshilab qovurib, tegini o'chiramiz. Boshqa qozonimizni olib, yog'imizni solib, bir qoshiqda tomatni qovuramiz va lag'monimizni xamirini orqa oldini yaxshilab qizartirib aralashtiramiz. Xamirni ustiga sayimizni qo'shib bitta aralashtiramiz. Qarabsizki, dunyodagi eng mazali qo'rma lag'mon tayyor. Sizdan esa bitta like.